Josuslik. Falonchi deydi, xotinini taloq qilibdi deydi. Mana qilgan ekan, mana bo'pti. U o'sha oilani ishi edi. Bu olib chiqdi ko'chaga. Falonchini xotini tug'mayapti ekan deydi. Ayb kimda ekan deydi. Senga nima? Senga nima? Musibat nimada? Bu odamni xabar olib kelishida emas. Muhimi, ya'ni yomoni shu xabarda xaridor borligida. Shu xabarni xaridori borligida. O'shani eshitganligimiz uchun yana yangisini nima qilaveradi? Olib kelaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Anas ibn Malikdan, "Tuba liman shaghalahu uyubuhu an uyubin nas." O'zining ayblari odamlarning ayblaridan to'sib turgan kishiga tubo bo'lsin. Ya'ni kishi o'zini aybi bilan ovora bo'lyapti, boshqalarda aybiga qaragani vaqti yo'q. O'zini aybi bilan ovora bo'lib, boshqalar bilan ishi bo'lmayotgan odamga tubo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zi qidirsak, o'zimizdan boshqa tarbiyalanadigan odamga keragi yo'q bizga. O'zimiz tarbiya qilib olsak katta gap. O'zimizda boshqa muammo yo'qmiki, birovlarni kavla, birovlarning orqasidan nima qilamiz? Qidirib yuramiz. Payg'ambarimiz aytganlar, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Juda ham bir go'zal hadis, ajib hadis, to'g'ri hikmat bo'lgan hadis. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan ishlardan uzoq bo'layotganligi islomini chiroyli ekanligidandir. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'lishi nima sababdan shunaqa u desa, uni islomi chiroyli. Demak, o'z-o'zidan ikkinchi xulosa chiqadi. Kishi o'ziga daxli bo'lmagan narsalar bilan ovora bo'layotganligi, birovda aybi, birovda kiyimi, birovda mashinasi, birovda topish tutishi, demak bu odamning islomi chiroyli emas ekan. Alloh azza va jalla ishlarni oliysini, yuksagini yaxshi ko'radi, razillarini, pastlarini yomon ko'radi. Innalloha yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha va daniyaha. Mana hozirgi aytgan mavzumuzdagi hadis, Rasululloh aytdilar, albatta Alloh taolo ishlarning oliysini yaxshi ko'radi, pastlarini, razillarini yomon ko'radi. Birovda aybini poylab yurishlik, birovda orqasidan josuslik qilishlik, bu razil ishmi yoki oliy ishmi? Albatta razil ish bu. Har qanday jamiyatda, har qanday zamonda, har qanday makonda josuslik qilib yuradigan odamni birov yaxshi ko'rmaydi. Unaqa odamlar uchrashib qolsa, darrov shu so'roqqa tutadi. Qancha topasiz? Qancha ishlayapsiz? Nech pul beryapti? Yetyaptimi? Senga kerakmi shu narsani bilish? Bu nimaga o'xshaydi? Bu telefoninglardagi fleshkani bekarchi ma'lumot bilan to'ldirishga o'xshaydi. Bilasizlarmi, telefoninglar og'ir ishlaydigan bo'lib qoladi. Qatib qoladi. Qizib ketaveradigan bo'lib qoladi. Nimaga? Endi ochib turib o'chirishni boshlaysiz. Hammasini olgansiz, sharaqlatib olavergansiz, selfie qilavergansiz, to'lib ketgandan keyin o'chirasiz. O'zi kerak emas edi o'sha selfiechi. Siz bilan bizga kerak bo'lmagan odamlarning xabarlari, odamlarning ishlari ham bizni nima qilar ekan, qalbimizni qatirib qo'yar ekan. Mana shu narsa josuslik. Birovni orqasidan kavlab yurishlik, oilalarda buzilishiga olib keladi. Er-xotinning o'rtasidagi munosabatda buzilishiga olib keladi. Sizga nima hadya qildi? Men hayitga eringiz deydi. Xotinlar. Mana shumi deydi. Meni erim mana qadarga qildi deydi. Qarabsizki, bu kalo nima deydi? Senga kerak edi uni nima padarga qilganligini bilish. Shu zo'r savol. Shu savolda akalar, ukalar o'zimizga beraylik. O'sha narsani eshitish menga kerakmi deb so'rayda. To'xtab tur, oshina, to'xtab tur. Shuni eshitish menga kerakmi? Shu gapni aytish senga kerakmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu josuslik o'rtaga fitna soladi, musulmonlarni bo'ladi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Valaysa minna man farraqa." Ya'ni odamlarning orasini bo'lgan odam bizdan emas. Bo'lgan bizdan emas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kishi o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalardan uzoq bo'layotganligi islomini go'zal ekanligidandir.